Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, xudo xolisa navbatdagi darvozamizni o'rnatib berdik aziz do'stlar. Bu joyi manzili Jizzax viloyati Zomin tumaniga kelib o'rnatib berganmiz aziz do'stlar. Xudo xolisa bir qator tanishtirib o'taman. E'tibor qilib turasizlar, kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekran pastda raqamlarimiz bor, aloqaga chiqib ko'rasizlar, yaqinroq kelasizlar. Qaragan o'rnatib qilib berganmiz aziz do'stlar. Semen qo'shadi, zo'r turadi xudo xolisa. İki yoq hamda teva qismiga 10 buruz qilib berganmiz. Stenkasi 2,5 li stenada bo'lgan aziz do'stlar. Mana shu yondorlari. Hop ichki qovurg'a profillariga, ya'ni mana shu profillarga 4 profil qilib berganmiz aziz do'stlar. Stenkasi 1,7 stenada bo'lgan ichki qovurg'a profillari. Listiga to'xtalamiz. Listda 1,8 plyusli listdan 2 qavatli varianti bo'lgan. Darvozamiz shumizolyatsiya qilingan aziz do'stlar. Hop kraskasiga to'xtalamiz. Kraskasi Devo kraska bo'lgan originalni. Likely varianti bo'lgan darvozamiz aziz do'stlar. Hop hozir turetskiy laksiy berganmiz. Issiqqa sovuqqa chidamli, bardoshli, garantiyali darvoza xudo xolisa. Merjinkalarni yopishtirib berganmiz. O'ziga shimona qilib, chiroyli turadi xudo xolisa. Sizlar ko'rishingiz mumkin. Hop ruchkalarga merjinka yopishtirib berganmiz aziz do'stlar. Bu darvozamiz razmeri eniga 330 bo'lgan, balandligi 4 metr bu varianti bo'lgan aziz do'stlar. Tevasini gulxo'ya qilib berganmiz, orqasini yopib aziz do'stlar, o'zgacha turib tepasidan tahya qilib, xudo xolisa darvozamiz zo'r variantda chiqdi. Zamonga to'xtalamiz. Zamonga xudo xolasa high-tech formadagi zamon ishlashini ko'rib turibsizlar. Juda konkret variantda. Shalnerlarga to'xtalamiz. Darvozamiz oldiga ochiladi. Shalnerlari 50 li razmerda pachimnili variantda qilib berganmiz. Aziz do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r, xudo xolasa. Darvozamizni orqa tomonidan ham ko'rsatib qo'yamiz. Darvozamiz orqa ko'rinishi fix variantda bo'lgan, diplomat formada bo'lgan aziz do'stlar. Xudo xolasa ochilib yopilishlari juda yengil. Sentur ruchka qilib berganmiz aziz do'stlar. Yengil, xudo xolasa yengil ishlaydi. Darvozamiz urinni o'rnada, xudo xolasa qayga qo'ysa o'sha joyda turadi aziz do'stlar. Xudo xolasa moshni chiqdi, darvozamiz zo'r o'rnadi. Hop, ruchkalarni qo'yib berganmiz orqa tomoniga ham. Juda yengil variantda ishlaydi. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekran pastda raqamlarimiz bor. Xudo xolasa darvozamiz mana shu tog'amlar, xonadonlarga qo'yib berdik. Darvozamizga nima deysiz? Endi assalomu alaykum tomoshabinlar, sportchilar. Mana bu internet orqali o'g'limiz havas qilgan, mana Namangan viloyatidan kelib, mana ustakalarimiz, ishda ukamiz kelib qurib berdi. Ajoyib xursand bo'ldim. Bu darajada bo'ladi degan hech o'ylaganim yo'q edi. Katta rahmat uka. Men endi xizmat haqingizdan qo'yingda. Mana shunday baraka topib. Bo'ldi, oling oldirman. O'zi avri martabangiz 100 yorim bovun bakkan bo'lsin. Yomon olsin, mana muhtosh. Sonra temiringiz bari oltindan bo'lsin, barakali bo'lsin, to'ylarga bo'lsin. Elimiz, yurtimiz, xalqimizga shunday xizmat qiling. Mana bugun men ham 65 yoshga xudo qalasa yig'ishga boryapmiz. Bu yoshdan ham o'tib ketdim. Otam 100 ga keldim, otam 100. Lekin sizlarda ko'rinib to'q, rahmat. Mana shu men o'sha joy qilyapman, mana buni qarang. O'sham chiqmaydi, mashinadan ham yengil. Amin. Yo'llari afzal bo'lsin. Ertaga bola chaqalarimiz, otalarimiz ertaga yetib oladi. Biz rozi, xizmatga rozi bo'lamiz. Darvoza yaxshilik kunlarga, to'ylarga xizmat qilsa. Kelinglar, xudo qalasa. Hali yana buyurtma bor hali. Ya'ni menga ikkita uyim bor. Xudo xolasa chiroyli tartib qilamiz. Endi buni boshqachasidan qilamiz, xudo qalasa. Zo'rdan qilamiz buni, xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar, ekran pastda raqamlarimiz bor. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar aziz do'stlar.